Assalomu alaykum, Dilshod aka sizmi? Ha, men Dilshodman. Menga onangiz aytganlar uchun uylanibsizmi yoki yaxshi ko'rib qoldingizmi? Hozir birimini. Ona, bu topgan qizni quritib bormi nima bo'loku? Yo'q, bacham, TikTokka trend qilaykan. Shuni orqasidan million topaykan. Sen ishlaysan, qani boqadi u. Keldingizmi? Morojniga boraylik. Yuring, yuring. Morojnini romantichni yedirib qo'ya olmaysizmi? Ha. Adashdimmi deyman-da. Alo, ona. Buni quritib bor desam, bu og'zini ham bajara olmaydi-ku. Bacham, birda pul ko'rgan o'g'zi o'zi shunday bo'ladi. Chidasani boqadi. Hay, chidayman, bir balo qilaman. Voy, dugonam bitta ko'rishib kelay. Mana pim, mana pom, mana pim. Yo, bular urishibdi. Yo, bir-birini ustidan izdivasa qilibdi. Yo'q, hozir akam kelibdi, siz bilan ko'rishmoqchilar. Ha. Aka, mana shu kishi kuyovingiz. Xayriyat, aka, seroznika. Assalomu alaykum. Va alaykum kuyov, nima ish qilasiz? Aka, bu kishi hech qayerda ishlamaydilar. Unang nemgurlar bular o'ylab, shunaqa nima-ku? Kuchuk bo'layman uylansam. Seni ko'rdim gul bog'da